Assalomu alaykum. 10-15 kishilik nonushta tayyorlashni boshlaymiz. Tayyorlash jarayonidan lavhalar olib boraman. Kartoshka qizartmasi pishyapti bu yerda. Pishib tayyor bo'ldi. Sigara buyurida pishirdim. Bu yerda tuxumda qaynayapti. Bu kamchiligiga qo'ydim. Bu yerda buyda pishyapti. Bir vaqtni o'zida hamma yoq barabar bo'lmasa yetmaydi. Bitta turk qahvasida damlab ichib oldim. Shirinliklar, pomidorlar. Kartoshkalarimizni chicha qo'yganda qop-qora bo'lardi. Mana buni ham juda mayonez, ketchuplar bilan yeyishadi. Bu yoqda bu narsalar bilan tayyor. Shularni endi stolga chiqarib tashishim kerak. Limon da tayyor. Zaytunlar da. Tashqarida ham juda katta ish bo'lyapti. Yorajonim ham yo'di. Ertalabdan muzlatib yuvyapti. Har yerda sug'arib. Mana shu yashilliklarni asrab qolish uchun mana oxiri ko'rsam ko'rinmaydi, daraxtlar osmonga tutashib ketgan. Juda ham eski pansion bu. Nima desa bo'ladi? Daraxtlari juda ham katta. Juda salqin, toza havo. Osmon ko'rinmayapti daraxtlarni balandligidan, yashnaganidan. Mana yonimizda tog'da tayidamiz. Mana shu stolimiz chang to'zini artib, silib. Yemeklarni shu stol ustiga to'ldiramiz. Mana bir tomonda qizim o'yinchoqlar sochilyapti, bular to'plash kerak. Ish juda ko'p kelaverilar. Ham oshxonani ichida, ham tashqarisida ish qizg'in ketyapti.